Assalomu alaykum qadrli Lemon komandasi. Bugun sizlar bilan ajoyib bomba sayt haqida gaplashib o'tamiz. Endi bundan buyon har kuni video qo'yib, kontentni banglatamiz. Sababi yangi device, yangicha uslublar, shu bonuslar endi bundan buyon ko'proq bo'ladi va kontentlar ham shunga yarasha cho'tki bo'lib, biz va shunday qilamiz. Xo'sh, videoni to'liq ma'lumot o'sha sayt haqida to'liq ma'lumot berishimdan oldin oxirgi videomizda kommentariya qolumini aniqlashimiz kerak. Xo'sh, mana uning uchun silkasini nusxalab oldik. Ana endi bu yerdan random saytimizga o'tib buni joylaymiz. Qani bizdan kim yutib olar ekan? Xo'sh, bizda mana 20 ta kommentariy yozgan. O'shandan 8 tasi bir xil bo'lgan, bir odam yozgani uchun 12 ta chiqarib berdim. Va pik bo'lsak, rubl ishlagan saytlardan ham chiqaring dedilar. Mana bugun o'sha rublda pul ishlaymiz. Public Mob obunachimiz bizdan 200 rubl pul miqdorida per hamyonlarga yutib oldilar. Yoki karta raqamingizga 30 ming so'm pul miqdorini tashlab beraman, ya'ni bonus tariqasida. Xo'sh, buni olish uchun Telegramdan aloqaga chiqsangiz, sizga sirasi pul tashlab beraman. Xo'sh, yana bitta ikkinchi g'olibimiz Gulsanam Sherboyeva. Zo'r do'st, qo'ltir rahmat. Siz esa bizdan 50 rubl per hamyoningizga yutib oldingiz. Kodlaring do'stlar, bu sizlar har kuni anenda video chiqadi. Bu degani har kuni bonus yutib olishingiz mumkin. Faqatgina o'zlaringdan aktiv ko'rsatishlaring kerak. O'zingiz menga juda ham ko'p kommentariy yozilmaydi. Maksimal 30 ta 40 ta odam yozadi. Bemalol sizlar 5-6 ta akkauntlaringni yozib, aktiv ko'rsatsalaring bemalol sizlar ham yutib olasizlar. Xo'sh, saytga kirib olamiz. Mana saytimiz nomi Startup One deb nomlanadi. Bu saytdan biz juda ham bemalol 55 soat ichida pullarimizni 6 barobargacha pulimizni ko'paytirib olishimiz mumkin. Masalan, qaranglar. Biz bu saytga mana 1000 rubl sarmoya qilamiz. 1000 rubl sarmoya qilsa biz 55 soat ichida, ya'ni 2 kunda 1,5 rubl pul yechamiz. Har 8 minutda 3 rublni. Yoki-da 500 rubl sarmoya qilsalaring 700 rubl pul yechasizlar. Endi bu yerda bilasizlar, juda ham katta pulni bemalol sarmoya qilsa bo'ladi. Masalan, 100 dollarmi, 200 dollar sarmoya qilsalaring, keyin 20 ming rubl, bu menimcha katta pul emas, 20 ming bizda 200 dollar bo'ladi. Agarda biza 200 dollar sarmoya qilsak, mana 20 ming rublimiz biz 4 barobarga ko'payib qaytadi, ya'ni 2 kun ichida. 20 ming rubl sarmoya qilsak 80 ming rubl pul yechar ekanmiz. Xo'sh, mana bu yerda ko'rishlarimki, oxir marta kimlar pul kiritgan, kimlar pul yechgan, mana 8 ming, 15 minglab odamlar pul kirgizgan. Bu yerda payga mana 4 ming rubl pul yechgan, 2 ming rubl va hokazo. Saytdan ro'yxatdan o'tishimiz uchun registratsiya tugmasini bosamiz. Birinchi bo'limga ism yozamiz. Masalan, Ahmadjon. Masalan, Ahmad 77 o'zlaring yo'q, farqi yo'q. Pastiga qanaqadir email yozib tashlaring shart emas. Любой nimadirlar yozib mana gmail.com qilib qo'ysalaring bo'ladi. Xo'sh, passwordga tushamiz. Passwordda 2 marta bir xil parol qo'yamiz. Ikisimizni olayotgan va registratsiya tugmasini bosamiz. Xo'sh, men endi o'zimning akkauntimga kirib olaman. Mana hozir men balansda 77 rubl pul bor. Kecha men video qilgandim, lekin ayrim texnik nosozliklar tufayli pul videoni qo'ya olmagandim. Kecha men mana 120 rubl sarmoya qilgandim. Uje men 77 rubl hozir sizlardan pul yechamiz. Xo'sh, pul yechishimizdan oldin mana bu yerda nastroyka bo'limiga kirib, o'zimizning rekvizitlarni saqlab qo'yishimiz kerak. Xo'sh, uning uchun men o'z perimga pul yechaman. Mana payga kirib olamiz va saqlangan pay hamyonimizni nusxalab saytga tashlaymiz. Xo'sh, bu yerdan nusxaladik. Bu yerdan pay stavit va mana saqlangan tugmasi. Qanday o'ynaymiz? Xo'sh, ana endi bu yerda vывод sredств bo'limiga kiramiz. Kashlik bo'limidan pay tanlaymiz va 77 va biz. Sayt mana выплат успешно подтверждена dedi. Sayt bizga har doim любой paytda sразу momentalno pul to'layvergan, hech qanday без problem. Menimcha biz komissiya pullarimiz bo'lishi kerak.
Va mana kurlari aytganimdek 77 rubl qaysi saytdan kelgan noma'lum, lekin biz komissiya hozir momentalda bu saytimiz to'lab beradi. O'sha aytganimdek sizlar shu 20 ming rubl sarmoya qilsalaring bir kunda, bir kun emas 2 kunda 20 ming rubllarga 80 ming rubl. Bu degani 200 dollar pullaring 800 dollar bo'lib keladi. Ya'ni 2 kun ichida saytimiz juda ham ishonsak bo'ladi. Chunki saytimiz kamida shu 1 oyda ishlab beradi. 1 oy emas, kamida shu 2 oymi juda ham undan ko'p. Saytdan bugundan bu saytimiz haqida to'liqroq ma'lumot olsalaring juda ham mayda maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni mendan Telegramga aloqa qilsalaring 100% hamma ikir-chikirigacha o'rgataman. Xo'sh, qanday qilib sarmoya qilamiz desalaring, men Poполнить bo'lim bor. Mana ikkinchi bo'lim. Poполнитьga kiramiz. Plandan mana xohlagan tarifni plandan joylasalaring bo'ladi. Masalan, mana 3-tarifga 1000 rubl sarmoya qilsalaring. Sistemadan payer va dalya tugmasini bosamiz. Va bu yerda mana bizga berilgan payer hayvon nusxalaymiz. Skopirovat payerga tashlaymiz. Va payer rubl bu yerga 1000 yozamiz. Bu yerga joylaymiz o'sha yozgan payerimizni va pastdan mana yerdan перевести tugmasini bosib pulni jo'natamiz. Xo'sh, mana masalan 120 rublda qanday qilganman? Bitta operatsiya N4 tipada kopirovat bitta bosamiz ID operatsiyaga va saytga kiramiz. ID платежа degan joyga buni joylab Poполнить tugmasini bosamiz. Va bu sразу bizga успешный holatda depozitimiz ochiladi. Depozit ochilganda mana depozit bo'limiga kirib o'zimiz ko'rsak bo'ladi. Aktiv holatdami yoki boshqa holatdami, polni bizga 100% saytimiz pulimizni to'lab beradi. Sayt kamida aytganda 1 oy ishlaydi. Bu sayt agarda sizlar mana referalim bo'lib sarmoya qilsalaring, sizlarni orqalaringdan kelgan masalan 100 rubl sarmoya qilsalaring, men sizlarga per 25 rubl pul tashab beraman kamida. 100 rubl uchun 25, 200 rubl uchun 50 rubl pul tashab beraman. Undan tashqari sizlar saytdan ham daromad olasizlar. Ya'ni hech qanaqa saytdan kelgan daromadlarini men olmayman. Hammasini o'zlaring mazza qilib ishlatasizlar. Xo'sh, aytgandek yana ustiga plus masaga bonus qo'shib referal pulini tashab beraman. Undan tashqari har bir krug uchun sizlarga men страховка qilaman. Ya'ni если saytdan sizlar yeb qo'ysalar, ya'ni skam bo'lib qolsa, men sizlarning 100% pullarini qoplab beraman. Xo'sh, mana hech qaysi bloger bermaydigan takliflar men sizlarga berdim. Bu startup saytini silkasi video описаниеsi kommentariyada zakrebit bo'ladi. Kirib bemalol soqqani urishlaring mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.